Qadr kechasi kuni aynan o'zini o'qilinadigan namoz yo'q. Misol uchun 100 rakatlik yoki bo'lmasa 4 rakatlik aynan maxsus namoz yo'q. Lekin Qadr kechasida quyidagi 12 ta amalni qilish tavsiya etiladi. Hozir men sizga batafsil holatda tushuntirib beraman. Qaysi birini qila olsangiz, o'shani qilsangiz bo'ladi. Bu ham majburiy emas. Masalan, hammasini qilish shart emas, lekin hammasini qilsa ko'proq savob umidida tavsiya etiladi. Siz mana shuni ko'rib chiqing. Hozir men sizga 12 ta amal, Qadr kechasi qilinadigan 12 ta amalni batafsil holatda tanishtirib chiqaman. Qaysi birini siz qila olsangiz, shuni Qadr kechasida qilsangiz bo'ladi. Agar qo'lingizdan kelsa, hamma amalni bajarsangiz ham juda yaxshi bo'ladi. Demak, tanishtirishni boshladik. Birinchi, xufton namozini masjidda o'qish. Agar xufton namozini masjidda o'qiy olmasangiz, imkoningiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, uydagilar bilan, jamoat bilan o'qish. Nima uchun xufton namozini jamoat bilan o'qish kerak? Bunga quyidagi hadis dalil bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kim xufton namozini jamoat bilan o'qisa, go'yo kechani yarmini bedor o'tkazibdi deganlar. Imom Muslim rivoyati. Ikkinchi, taroveh namoziga qatnashish. Taroveh namozini iloji boricha masjidlarda o'qishga harakat qilish kerak. Agar siz taroveh namozini masjidda o'qiy olmasangiz, uyda o'qisangiz ham bo'ladi. Hamda ayollar ham uyda bemalol taroveh namozini o'qisalar bo'ladi. Ayollar uchun ham, erkaklar uchun ham biz taroveh namozlarini o'qish videolarini YouTube kanalimizga joylab qo'yganmiz. Uchinchi, nafl namozlar o'qish. Nafl namozlar deganda eng afzali tahajjud namozini o'qisangiz ham bo'ladi. Tahajjud namozi bilamiz, 2 rakat, 2 rakat, 2 rakatdan jami 8 rakat o'qilinadi hamda oxirida vitr namozi o'qilinadi. Agarda vitr namozini o'qimagan bo'lsangiz. 4-chi, qazo namozlarini o'qish. Misol uchun bomdod, peshin, asr, shom, xufton namozlarida oldingi qazodan qarzlaringiz bo'lsa, masalan 10 yillikmi, 15 yillikmi ayrimlarda shunaqa o'qib ketgan bo'lishi mumkin. O'sha namozlarning qazosini o'qisangiz bo'ladi. Faqat farzlar o'qilinadi. Bomdod 2 rakat, peshin 4, asr 4, shom 3 rakat farz, xufton esa 4 rakat farz hamda 3 rakat vitr vojib namozini ham qazosi o'qilinadi. Xo'p, niyat qanday qilinadi? Alloh roziligi uchun qiblam bo'lmish Ka'ba tomonga yuzlanib, oxirgi bomdod namozini qazosini o'qishni niyat qildim. E'tibor bersangiz, oxirgi degan jumla qo'shiladi. Peshinda ham shunaqa, peshinda ham shunaqa, oxirgi peshin namozini qazosini o'qishni niyat qildim. Oxirgi asr namozini qazosini o'qishni niyat qildim. Hammasi shunday holatda o'qilinadi. Agar sizda qazo namozingiz yo'q bo'lsa, 5-amalga o'tamiz. Xo'p, 5-chi, Qur'on tilovati. Qur'oni Karimda arab tilidagisini o'qish juda afzal hisoblanadi. Ramazon oyida iloji boricha ko'proq Qur'oni Karim o'qish tavsiya etiladi. Agarda siz Qur'oni Karimni arab tilida o'qishni bilmasangiz, o'zbek tilidagi tarjimasini o'qisangiz ham bo'ladi hamda tarjimalarini tafakkur qilish. 6-chi